2025 yil 30 sentabr soat 19 da Sevimli TV kanalida Kechir O'zbek serialining 90 qismi efirga chiqadi. Bu serial o'zining chuqur dramatik voqealari bilan tomoshabinlarni o'ziga tortadi. Yo'l Kamaz haydovchisi Ilyos va ikki farzand tarbiyalayotgan uy bekasi Nasiba hikoyasi insoniy munosabatlarning murakkab tomonlarini ochib beradi. Ilyos ikkinchi xotini Hamidani uylantirmoqchi bo'ladi, ammo bu qaror fojiali yakun topadi. Nasiba og'riqqa chiday olmay, hayotdan ko'z yumadi va faqat o'z dardi va sevgi hikoyasi yozilgan kundaligini qoldirdi. Serial sevgi va xatolar qanday qilib hayotda bir-biriga aralashishini ajoyib tarzda ko'rsatadi. Ilyosning kelajagi nima bo'ladi? U Hamida bilan baxtli bo'la oladimi yoki pushaymonlik uni tark etmaydimi? Haqiqiy voqealarga asoslangan Kechir har bir qismi bilan tomoshabinni hayajonga soladi.